mana shu men sizdan intervyu olmoqchi edim. O'zbekistonda qabul qilinayotgan militsiya haqidagi qonun. Ichki ishlar ichki ishlar to'g'risidagi qonun. Qisqa izohlab bersangiz, mana qonun kuchga kiryapti, lekin bugungi holat qanday? Gap shundaki, hozir qonunga qo'l qo'yilgan bilan u ishlamayapti. 6 oy menimcha ishlamaydi. Mana men o'zim ko'ryapman, mana hozir shu O'zbekistonda yashab, mana shu qarorlarni anchadan beri bilaman. Hozir kuchda emas u. Ya'ni bu o'sha eski nima desam bo'ladi? Eski hammom, eski tos desam bo'ladi. O'sha holda turibdi hozir. Bugungi ahvol. Yangi qabul qilinayotgan qonunda qanday cheklovlar bor militsiya xodimlarining qiynoqlariga nisbatan yoki nohaqliklariga nisbatan? Shuni ayta olasizmi bir qisqa qilib? Albatta, ularda mana vakolatlari bor. U yerda 49 ta modda bo'lsa, eng bir nimalari katta moddalar bu demak ichki xodimlarning vakolatlari va ichki organlari xodimlarining majburiyatlari degani bor. Ya'ni umuman полномочия deganda, vakolatlari deganda bitta vazirlikda hamma struktura bo'lishi kerak emas. Masalan, tergov strukturasi mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Negaki, demak, ichki ishlar deganimizda bu jamoat tartibini saqlash, asli oddiy so'z bilan aytganda, yoki xuliganlik deymiz, bezorilik deymiz, oilaviy mujora bo'ladimi, boshqa mana shu narsalar jamoat tartibini saqlash. Lekin undan tashqari narsalar bu O'zbekiston bu ichki ishlar organiga qarashli bo'lmagan joylar bor. Masalan, davlat avtomobil inspeksiyasi bu jamoat tartibiga nima aloqasi bor? Mutlaqo aloqasi yo'q. Yoki deymiz, o'sha men yuqorida aytgan haligi nima deydi, chet elga chiqish, kelish, haligi vizalarni qo'yib qo'ygan. O'zi aslida uni vizani, u narsani o'zi olib tashlash kerak. Hozir buni vaqtli gapirish. Hozir hech bo'lmasa minimal demak o'sha qonunni ishlash uchun hatto bir minimal nimasini o'ylashimiz kerak. Endi yoki yana boshqa strukturalar bor. Masalan, o'sha men yuqorida aytgandek haligi green, ya'ni haligi qamoqxonalar. Endi qamoqxonalarning nima aloqasi bor bu ichki ishlar vazirligi yoki tartibni haligi jamoat tartibini saqlash? Umuman boshqa struktura. Ya'ni va hokazo. Bu yerda juda nimani yaklab o'tib ko'rish kerak. Siz so'nggi materialingizda yozdingizki, qandaydir nohaqliklar bo'lib turibdi va bu yangi qonunga xilof bo'lishi mumkin. Qaysi jihatlari bilan? Mana shu Inobat opa haqida yozgandingiz shekilli, menimcha uni o'sha mana qarangda 14-15 odam kelyapti maskalada, bir xillari mana shunaqa zo'ravonlik bilan hovlisiga kirib, uylarini tintuv qilyapti. Ruxsatsiz bir qanaqadir bir ishlari hech kim o'zini tanishtirmayapti. Bular kim o'zi kirib kelishyapti, mana tintuv qilishyapti. Endi haligi uyi egasi, uni ikkita nevarasi uylaydi, o'shanda qarigan onasi, u bu haligi nima deydi, haligi asabi buzilib, haligi yiqilib, mana shu nima qilganda juda yomon ahvolga tushib qolgan. Shu ahvol yiqilib, keyin skoriyalar olib ketib, mana qilgan. Ko'rdingizmi, nimaga olib kelyapti? Agar u olamdan o'tib qolsa nima bo'ladi? U qonun bor. Bular masalan o'shani o'zi to'xtatish kerak. Bunaqa nima deydi, tintuvlar, zo'ravonliklarni. Kerak. O'zi qonun chiqdi. Ularni rahbarlari bularni o'rgatish kerak, gapirish kerak. Bunaqa qilib bo'lmaydi. U zamon o'tib ketdi. Bu juda yovvoyilarni axir qoidasi bunaqa qilishlar. Endi u hech qanaqa qurollangan odamlar bo'lmasa-da, bular avtomatlarni ko'tarib, haligi niqobli kiyib olib, vahimani nima kerak bor unaqa odamni, u kerak bo'lsa mana o'sha sanksiya prokurori sanksiyasini ko'rsatish kerak o'sha tintuvga va uni so'rash kerak, mumkinmi, yo'qmi? Demak, yangi qonunga qaytsak-da, yangi qonun qabul qilinishi bilan bir ijobiy o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylaysizmi yoki bu ham nimaga bog'liqmi?
o'zgarishlarga bog'liqmi jamiyatdagi? Ya bilasizmi, mana hozir bir narsa deyish qiyin. Albatta, o'zi bu qonun allaqachon chiqish kerak edi o'zi. 25 yil oldin chiqish kerak edi agar aytsam. Shunday katta davlatda qonun bo'lmasa, bu qonun bo'lmagandan keyin bu qaroqchilar davlati bo'lib qoladi. Qonunsiz qanday yashab bo'ladi? Bu hozir mana 21-asr. Bu yovvoyichilik-ku, o'sha 14-asrga o'xshataman bu vaqtda mana chet elda ham mana Rossiya nimalari ham aytishdi, mana 14-asrda O'zbekiston yashayapti. Bu sharmandalik-ku. Endi bu yerda o'sha qonun qabul qilinmadi, endi mana hozir qabul qilindi, lekin endi darrov bu bir pasda bo'lib ketadi degan emas. Hali bu haligi nima deymiz? Byurokratiya hali katta, hali buni ustida prokurorlar ishlash kerak, qonunni to'g'ri ishlatish masalalarini. Bunga hali vaqt bor. Men o'ylaymanki, yana 2-3 yil bu juda qiyin bo'ladi. Buni hammasini joy-joyiga qo'yish. Bilasizmi, negaki ko'p nimalar o'sha mulozim yuqorida o'tirganlar juda o'rganib qoldi bunaqaga. Yoliqqina joyda o'tiradi, poralarni oladi, nima qilsa qiladi, lekin hech qanaqa javobgarlikka tortilmaydi. Mana qonunda javobgarlik to'g'risida yozgan. Mana qanaqa javobgarlik beradi, qilinadi shu xodimlarga nisbatan. Masalan, o'shani yoki militsiya xodimlarini qancha soat ishlash to'g'risida mana 40 soat haftasiga ishlash kerak. Xuddi shu xorij Yevropa davlatlariga o'xshatib qo'yyapti. Mana bu narsalar bor. Amerika hozir bilasizmi, o'sha militsiya xodimlarini kerak bo'lsa 18-20 soatlar sutkasiga ishlaydi. Bechoralar sulayib kelib juda og'ir ahvolda. Men bilan juda ko'p gaplashaman, nima o'shaning uchun bu nimalar qonun o'z joyiga qo'yishgan, lekin buning uchun o'sha hukumat boshliqlari, rahbarlari, ishlar vazir muovinlari qattiq ishlash kerak. Чтобы hammasini nima desam bo'ladi, haligi qonun o'sha me'yorida qonunga rioya qilish. Agar u qonunga rioya qilsa, albatta u men ishonaman, albatta u ancha joyiga tushib qoladi. Bu asta-sekin bo'ladi bu. Katta rahmat Surat aka, bu Eltuzcom nashri uchun edi. Umid qilamiz mana shu qonun ishlab ketadi. Siz intervyu uchun katta rahmat Surat aka. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.